Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz hamda kanalimiz a'zolari. Mana quyonlarimiz tuqqan, bolalarini bir sanab ko'ramiz. Hozir nechta ekan bular? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tega. O'nta tug'ibdi. Mashalloh, barakasini bersin. Xudo xohlasa aytib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Quyonlar 1 oylik bo'lganda bolalari koksidiozga qarshi albatta sug'oringlar. Vet aptekada Baykokus yoki Intrakokus, Stopkokus shunga o'xshagan dorilar bor, kokuslar. O'shandan 1 litr suvga 1 gram aralashtirib 3 kun yoki 5 kun mobaynida onasi bolalari ichsin. Albatta ichsin. Lekin meni ko'rimimda tarkibida bor koksidioz. O'shuning uchun sug'ormayman, chunki ko'rimimning tarkibida bor bu narsalar. Ko'rimining tarkibida yo'qlar, albatta sug'oringlar. Bu juda foydali bo'ladi. Quyonlarda koksidioz kasalligi yo'q bo'ladi o'shanda. 30 kunlik bo'lganda 3 kun yoki 5 kun. Albatta layklarni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab borasizlar. O'z fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Albatta layk bosish esdan chiqmasin.